Qo'yib hurmatli do'stlar, menga qaranglar, moshinchani o'darman, qarang, ichini ko'rasizlar. Salonchani ko'rasizlarmi? Bilgan bo'lsangiz kerak o'zi biz qilib o'tirganimizda, biz bugun yana Buxorodagi 5 tuniy avtosaloniga qaraganmiz. Mana bu rangchasi atak ayollarga zo'r yoqadi, atak erkaklarga ham yoqadi. Chunki chiroyli bir bardoviy svitcha ekan. To'g'risini aytsak, iç salon qismini qarang. Salon ham shu it bilan berilganda 5 tuniy. Bu avtomashina polni panorama, tom, arqa salonlar bemalol ko'raversiz. Biladi, crossoverlar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sharzermi? Tejmi? Bu avtomashinalar qanday bo'lyapti, qancha bo'lyapti, narxi qanday sikkalarga tushibdi endi, xudo xolasa. Narxlari hozir 277 million so'm. Bu yangi yilgacha chegirmada turadi. Chegirmada, O'zimizda startlarda chiqayotgan mashinalar bo'ladi aka. Polni. Motori bularni Mitsubishi motori. Motorlarni ham ko'rsak bo'ladimi? Motorlarni ham bitta ko'raylik. Salon dizaynlari to'g'risida zo'r chiqargan buni. Orqa qismlarini ham mana ko'rishlaringiz mumkin. Oilaviy, o'zlaringiz uchun, ishga minish uchun yoki misol uchun ayollaringizga olib kelsangiz, bog'cha, maktabga olib kelish uchun zo'r avtomashina desak ham bo'ladi. Mana motor qismlari 4 porshili motor bo'ladi aka. 4 porshili. 169 ot kuchi. 169 turbina. Turbina motorda. Turbina motor. Motorda o'zi nechi? Motori 1.5. 1.5 motor, turbina. 1.5 motorda mashinamiz. Turbinani ko'rishlaringiz mumkin. Turbinada avtomashina. Benzin qanday bu? Benzin 91-92 benzin qabul qiladi. Endi standart benzin desak ham bo'ladi. Standart benzin 92. 91-92 benzin. Bizlarni o'g'lan mijozlar kelsa, bu avtomashinani olsalar nima qo'shib berasizlar bonusga? Baribir u biz bonus bermaydi bu narsa. Yo'q, bonussiz bo'lmaydi. Buxoroda 5 ta avtosalonda eng yaxshi bonuslar parok, setka, polik, tayyorlovka. Bu nima kerakligiga qarab klientlarga. Xohlasalar narxidan skik qildirib beramiz. Narxidan yoki qolgan parok, parok, polik, setka hammasini qilib beramiz.